Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sotuvga chiqqan joyimiz lokatsiyasi zo'r bo'lgan joydan. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani Taraqqiyot mahallasida 16 sotilik hovlimiz sotuvga chiqqan. 16 sotig'i yarmi sotiladi. Xohlang uy tomondan, xohlang o'sha yarmini bo'lib sotyapti egalari. Bu yoqda past tomonda qora suv, ularni ham batafsil ko'ramiz. Bu joyimiz Yangi Toshkent hududiga 3 km, Yangi O'zbekiston bog'iga 9 km joyda turibdi. Shunaqa ulug' joydan ichilarini ko'ramiz. Mana shu uyimiz. Asab qismlari juda ham keng bo'lgan. Bu yoqda katta uyimiz 5 xonali, podvali bilan. Bu yoqda kattagina molxonasi. Bunisi 3 xonali vremyanka, banya, garajga mo'ljallangan. O'sha aytganimizdek, yoki yarmi mana shu vremyanka tomon, yoki katta uy tomondan ajratilib sotiladi. Yerlari bu yerda juda ham unumli yerlari. Juda ham hosildor. O'sha past tomonimizda qora suv daryosi o'tgan, hozir o'tgan ko'ramiz birga. Mana shu joyimiz. Salqin shabada esib turadi bu yerdan. Yedalar. Kuz oyida mana shu ko'm-ko'm o'tiribdi. Aradan sovuq o'tadi. O'sha past tomonida qora suv daryosi. Egalari bu joyimizga 8 sotiq vremyanka tomoniga 12 mingdan so'rashyapti. Katta uy tarafi bo'ladigan bo'lsa, unga alohida kelishamiz deyapti. Kimga qiziq bo'lsa yana savdolashaveramiz. Hozir birgalikda qora suv daryosiga o'tamiz. Mana shu uyimiz orqa tarafidan qora suv daryosi o'tgan. Qorasuv beti Kavardan mahalla. Shunaqa tabiati juda ham chiroyli bo'lgan joydan. Bu yerda qish kunlari ham suv to'xtamaydi. Qish kunlari ham bemalol baliq oviga chiqsangiz bo'ladi. Bu yerdan kichkina aradan yoz kunlari cho'milib mazza qilib salqin joyda dam oladigan joy. Mana. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomerimiz qoldiramiz. Aloqaga chiqasizlar. Batafsil yana tushuntiriladi, ko'rsatiladi.